Assalamu alaikum, hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari. Tuğanlar bugun No'qatdagi Malbazar. Bugun 19-mart bo'lib qoldi, 2023-yil tuğanlar. Ушул баалуда o'xshaydi. Dağdele bizning kanalga podpisatsiya kнопкасын basmaganlar basıp qo'ysin tuğanlar. Videonun astındağı. Qancha oldu aka ушул? Qanchaga satamiz endi? 85 bin kemi var deydi, torpaq erkek ekan tuğanlar. Torpaq erkek. Qanchaga chiqdi bo'lsa? 97 bin berdingiz mi? Torpaqı urg'ach ekan tuğanlar. Еще bo'z o'xshaydi. Bo'z ekan. Bo'z. Negizi tuğanlar No'qatga kuchli uylar chat. Nozirda qaysini tassadinglar? Qancha ekan? 110 ming. Torpaq qanday urg'achi? Erkek torpaq. Sütü qanday sütü? 5 litr sütü garanti. 5 litr süt garanti ekan. Mana tuğanlar, torpaqlar. Qancha so'rayotadi ham shuga? Har qanday? Ya mына жерде uy satıldı da. Qaysi uy satıldı aka? Qaraqashqa uy ketdi. Mana tuğanlar, şu uy ben. Ya qancha ekan o'sha uy? 120 ming ha? Torpaq qaysil? Erkek mi? Qancha? Yo paska bitmaydi. Точно. Menga satmadim aka. Torpaq qanchasi? Ikkinchi torpaq. Sütü qanday sütü? 10 litr sütü var. 10 litr sütü var. Yaxshi. Ya Allah uydu qancha do'g'riz? 110 ming ha? Torpaqimni ol. Urg'ach erkek. Urg'ach torpaq 110 ming so'm. Sütü qanday? 10 litr bor deydi. Ya qancha verdingiz aka shuga? 80'e koyup verin dedik. Vergenden beri görüntü Dur sen bileyim ben. Verin o. Torpaq erkek mi? Qanchasi torpaq? 3-chi torpaq bo'ladi bunlar. Sütü shunday ekan. Yenchi bog' ekanda bular. Dişi qanday ekan dişi? Jashmi? Jash. Qanchaga bermediniz? 82 ga sotib olibdir ertemeden. Ha, 82'ye vermediniz. Yetmeye. Ya buna uy sizden mi aka? Benden 150 ming so'm ikkinchisini tuğar. İkinci tuğu boz mu? Boz ekan. 150 ming so'm ekan. Kaç tutsa? Ya tutsa Olmaz suyu tuğar da. kaç ekan ama ola? İdişi küçtü ekan idişi. Kaç ekan uy? Mına жерде soda kızdı. Qanday saqspa? Aspadan sol yaxshi. Mana uylarda olib kelyapti. Bitta bo'g'oz, bitta jangi tuqqan. Bolasi mendan qilib qo'y. Sütü qanday buning sütü? Sütü 10 litr sütü var. Aha. Oğlum mana yemcha. 10 litr sütü var. 10 litr sütü var. Maşallah. Torpaq erkek mi? Torpaq urg'achdan. Qanchasi torpaq shularmi? Üçüncüsü. Üçüncüsü mü? Kaça dediniz?
Bunu 100 bin yapmış. 100 ming so'm ekan to'g'onlar. Bak idishini qarangizlar, idish. Buni qancha dedingiz? Bunu 90 bin yapmış. Boğaz. Bo'z. Ha, Jaqin bo'z ekan, ha? Ha, bugün eti tuğat. Qanchani so'rpani tu'atyapmiz to'g'ri? 4-sini tuğat. 4-chi, ha? Savdoga beraka bo'lsin, ha? Yaxshi. Ya to'xtab keldingizmi? Keladi. Ha. Baraka deysiz mi 74 ga? Ha? Barakani aytarasiz. Yering endi kimga? Yering endi. To'rpoq qanday, erkakmi? Urg'och ekan, ha? 74 ga to'g'onlari. $75 ming so'm to'g'onlar. Boshqa bir yerdan olyapti. Qancha deysiz Qarg'on aka? 90 ming. To'rpoq erkak. Torpa urgaç. Urg'ochova. Qanchani so'rpoq olamiz? 4-chi bolasi 8 litr 10 litr sutini. 4-chi bolasi 8-9 beradi deydi. Allohdan tilaysiz. Qanaqa bolamiz? Yaxshi bola. 75 ga barakani aytasizmi? Peter Tüyçek'te. 70 ga Ya bu qancha dedi o'zi? Qancha deysan buni? Qancha deyapsiz? 80 ming odasizmi? Ha, qancha berdi hozir? 75 berdi. Yering yo'q qo'y. Bo'ldi. Tak, qaysi uylar tursa, ha, bunlar uy bor ekan to'g'ri. Qancha ekan bo'lsa? 100. Qancha so'proq ekan? 3 olasi. Erkak urg'ochi. Urg'ochi to'g'ri. Shved aralashmi? Qancha so'radi deymi shuni? 85 ta. 85 ta. Yaxshi. Ya, bunlar qancha ekan o'shul? Qancha deydi? Qancha deysizmi? 90 ming, ha? To'rpoq qanday? Erkakmi? Mana erkak, mana urg'och. Ha. Ushbu keladi bura. Qanchasi to'rpoq olmuş ular? 3-chi. Qancha ko'rinib ketdi ushul zatenchi. Mana to'g'ri. Tak. Qancha verdingiz aka? Bo'ldi. Qancha verdingizlar? Ha, 70 ga qo'yib berdi deyapti. To'rpoq erkakmi? Urg'och to'rpoq. Qanchasi to'rpoq? 4-chi to'rpoq. Tak. Qancha deydi uyda aka? O egasi so'radi. Qancha deysan buni? Oldingizmi? To'rpoq erkak ekan, ha? 72 ga olindi. Jan ochmoqchi edi. Tak. Çıkıp biter. Öyle. Ya uykuluk basın aldınızlar mı? Alın da. Kaça oldu?
82 oldu. 82 mi? Ha, yaxshi oldu ha to'g'ri. 83 oldu. Ha 83 bo'ldi o. 83 mi oldu? Yaxshi. Sizniki qancha otasi? 90 ming ha? Bolasi erkek urg'achi. Urg'achi. 90 ming so'm. Yaxshi. Ha, kimi bor? Suti qanday ekan ham? 10 litr. Torpog'i qanchasi torpog'? 4-chi torpog' 10 litr suti bor dedi buni. Mana. İsmet aka tog'dan keldi. Tog'dan keldimi deydi. Az to'nlar bo'z uylarda tartayli. Anam video yoqqan bo'lsa sizlardan bir like'dan bo'lsin to'nlar, like'dan. Like bosib qo'yinglar, so'zsiz. Boş durmayın. Ya bo'z qancha ekan bo'z, taqsir? Sırası qarab oldi. Qancha oldu ekan shu uy? 88 ming. Torpaq erkak ekan mana to'g'ri. 88 mingga olib tur. Hadi şunu koy sohbet attı. Sorayın da aytat dedi ya. Dedin sonra hoş geldin. O'tib ketaylik ha. Bo'z uylar yo'q-ku bu yerda. Tamam ko'rib turchi. Ya bo'zi qanchadaysiz? 50'ye çıkmış. 52 suratda. Javob chiqmoqchi edi. Ikkinchi to'y degan to'g'ri bo'lsa. 52 ming surat. Qanchadaysiz aka? 75 kam var. 75. Torpaq urg'achi-mi? Torpaq urg'ach. Urg'ach torpaq. Tayyor. Tayyor ekanda. Yaxshi. Qancha ekan shu ena bola? Ena bola. 120. Bo'z emasmi? Qisir. 120 ming so'm. Torpaq erkak. Kuchli uyapti uni. Qancha ekan ham bo'lsa aka? Qancha ekan? 220 ming. Torpaq erkakmi? Qanchani torpaqmi shu? Bir jumur. 3-chi bolasi. Ha, 3-chi bolasi. Tava bo'z bu. 4-chisini tuvat. Ha, suti bor yo'q bo'z? Suti yo'q-a? Hozir savoytamman. Ha, savoydan deydi uni. Yaxshi. Sodasını versene mi? To'g'ri. Kuchli ekan. Bo'zlar çok az ketdi. Ya bo'z uyni qanchadaysiz? Qanchada odasizmi? 55. 55 mi? Kami qancha kami? $55.000 so'm ekan dolar. Jon ochma. To'ydan qoldi. Mana to'g'onlar 71.500 so'm oldi dedi ular. O'sha torpaq erkak. 71.500 so'mga sotildi.